Salohiddin Ayyubiy Quddusni fath etish uchun sidqidan kirishadi. Ya'ni Quddusni hamma ittifoqchilarni yenggandan so'ng 1187-yilda Quddusga qarab yo'l oldi. Ya'ni bu kuz faslida bo'ldi. 20-sentyabrga kelganda esa uning qo'shini Quddusga yetib keladi. 27-sentyabr bo'lganda shahar manzaratlari bilan teshilib boshlaydi. Bu paytda Quddusda 60 ming kelib qo'shin bo'ladi. Keyin jangning eng og'ir pallasida Quddusdan Salohiddin tarafiga elchi keladi. Ya'ni elchi tinchlik so'qitish uchun ham bo'ladi, lekin elchini Salohiddin qabul qilmaydi va shunda elchiga qarata 100 yil oldin sizlar nishab kelgan bo'lsangizlar, endi mana Quddusga shunday kelaman dedi. Ya'ni bu yerda 100 yil oldin salibchilar musulmonlar avval Quddusda vaqtida degan vaqtda hamma musulmonlarni qirib tashladi. Salohiddin shunday tamayinda aytadi. Keyin yana jang bo'ladi, o'rtada ko'p yo'qotishlar bo'ladi va shu vaqtda qal'ada qirol bo'lmaydi, faqat qal'ani Quddusning qo'mondoni o'zi elchi bo'lib keladi Salohiddin oldidan. Shu vaqtda ey Salohiddin, biz sen bilan kelishamiz, sendan o'zdan ko'ramiz dedi. Shu vaqtda men xohlasam Quddusni vayron qilib tashlaman, hammangizni o'ldirib tashlaman dedi. Agar sen dedi qal'a qo'mondoni aytadi, bizlar hammamizni o'ldirsang dedi, Yevropadan yana kuchlar keladi, urush to'xtamaydi dedi. To'g'ri aytasan dedi. Agar hamma raqiblarim senga fikrlaganda edi, biz hech qachon bu ishda g'olib bo'lmagan bo'lar edik dedi. Ya'ni Salohiddin aytadi, qal'a qo'mondonini hammangiz tog'i evazini omon bo'lishingiz mumkin, ya'ni xohlaganingizga yetib bilasizlar dedi. Va Salohiddin Ayyubiy 1187-yili juma kuni juma namozi vaqtida Quddusga otinda kirib keladi.